Shahnoza, bugun men bilan qol qizim. Esingdami? Voy, hozir uni kuyovingiz nima dadasi? Namuncha qolib ketding. Tez chiqsang-chi. Xo'p bo'ladi. Ona, kuyovingiz fe'lini bilasiz-ku. Mayli. Bolam. Bugun men bilan qolasan-a? Shunday suvlikkina nok yegim kelyapti. Chiqib olib kelsang, birga nok yeymiz. Oy. Hozir onajon. Labbay dadasi. Bo'la qol deyapman senga. Hozir qo'shnimiz telefon qildi. Qizimiz qo'shnimizning bolasi bilan janjallashib, boshini yoribdi. Nima? Bo'ldi, hozir boraman. Bo'la qol endi. Xo'p. Oyi, uyda muammo chiqib qoldi. Bormasam bo'lmaydi, maylimi oyijon? Ertaga kelaman, xo'p? Oyijon, men keldim sizga. Siz yaxshi ko'rgan nok keldim. Oyi. Oyi, meni qo'rqitmang. Oyi. Qizim, esingdami? Bolaligingda hovlimizning chekkasida suvlikkina nok bo'lardi. Xuddi ana o'sha nokdan sen bilan birgalikda yegim kelgandi. Qizim. Yo'q. Oyijon, bunday qilmang, qo'rqmang. Oyijon, siz aytgan suvli noklarni olib keldim. Ertalabgacha gaplashib o'tiramiz deb keldim, oyi. Meni tashlab ketmang, oyi. Yo'q. Bugun men bilan qolasan-a? Didor qoldi endi mahshar